Yangi bozor Melodiya domida joylashgan tayyor to'rxonali kvartira endilikda sotuvda. 3-qavatda joylashgan ushbu kvartiramiz ta'mir holatlari yaxshi, ishingdan kirganingizda mana bu tomonimizga mebel yasatirib qo'yishgan ekan. Odatiy Moskovskiy planirovkada 3 xonadan tashqari bu uyimizda bir xona alohida mana bu qismda bo'ladi. Bu xonani bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona sifatida foydalanishgan ekan. Uyimizda 2 xo'jalik bemalol yashashi mumkin, ya'ni ota-onasi bilan birgalikda kvartirada yashamoqchi bo'lganlarga mos kelaveradi. Navbatdagi ko'radigan qismimiz bu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'ladi. O'zini jihozlariga ham ega. Keyin ko'radigan qismlarimizda to'liq aboydan foydalanilgan. Mana bu mehmonxonamiz, mehmonxonamizda o'zining alohida konditsionerlari ham mavjud. Joyimiz umumiy kotelnikka ulangan hamda isitish tizimidan umuman muammo yo'q. Boshqa kommunal tarmoqlar ham hammasi mavjud. Navbatdagi ko'radigan qismimiz yana bitta mehmonxona yoki yotoqxona. U o'zingizning ehtiyojingizdan kelib chiqqan holatda ikkisidan birini yotoqxona qilishingiz mumkin bo'ladi. O'g'il bolaga, qiz bolaga alohida bolalar xonasi sifatida foydalanib, bittasini spalni qilsangiz ham bo'laveradi. Keyin ko'radigan xonamiz bu barcha sharoitga ega bo'lgan sanozil, ta'mirlari yaxshi va Samsung brendiga tegishli o'zining xolodilniklari ham bor. Mana bu tomonimizdan to'liq shkafdan foydalanishgan. Aytdim, oilaviy yashagan zo'r deb. Kiyimlarni, yozgi kiyimlarni mana shu joyga saqlasangiz bo'laveradi. Keyingi qismimizda esa oshxona hamda ovqatlanish xonamizni ko'rishingiz mumkin. Uyimizning romlari to'liqligicha akfaga o'zgartirilgan. Mana bu jihozlar ham hammasi o'z o'rnida qoladi. Vagon tipidagi ushbu kvartiramizning narxi 57 ming dollar, barakasiga yana ozgina o'tib beradigan joyi bor. Pastdagi telefon nomerini qoldiraman, bog'lanishingiz mumkin. Videoni yangi bozordan kvartira qidirganlarga jo'natib qo'ying.